Har kuni vaqtni yutish uchun 5 ta amaliy tavsiya. Birinchi tavsiya: reja tuzing, lekin qisqa. Har kuni yotishdan oldin 5 daqiqa vaqt ajrating va ertaga qilishingiz kerak bo'lgan 3 ta asosiy narsani yozing. Shunda kuningiz samarasiz o'tmaydi. Ikkinchi tavsiya: telefon sizni emas, balkim siz telefonni boshqaring. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarga kirish uchun aniq vaqtni belgilang va bittagina postni ko'raman deb 30 daqiqa qolib ketish bu aniq tuzoq. Uchinchisi: mini ishlar tamoyili. Ya'ni siz katta ishni bo'laklarga bo'ling. Masalan, bugun kitob yozaman emas, balkim bugun bitta sahifasini tugataman degani. Shunda siz ishlashni boshlab olasiz, davom ettirish esa tabiiy. To'rtinchi tavsiya: yo'q deyishni o'rganing. Har doim ha deganingizda siz o'z vaqtingizni yo'qotayotgan bo'lishingiz mumkin. Shunday ekan, keraksiz uchrashuvlar va samarasiz suhbatlardan tiyiling. Beshinchi tavsiya: kechasi tahlil qiling. Ya'ni yotishdan oldin 5 daqiqa vaqt ajratib, bugun rejangiz qanday ishladi, nimalarni to'g'rilasa bo'ladi-yu, nimalarni yana qo'shish kerak, shularni o'ylang. Ya'ni shu odatlar vaqtni boshqarishni samarali qiladi. Mana shunday foydali maslahatlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.